Assalamu alaykum, hörmətli televizor köygüçülər. Görüp atqanыңlar Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda bir həftə jarayonida radiomuzda berilgan bir qism mühim xəbərlərimizni əslətib ötdümiz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. Xitay taratquları 14 fevral günü Gomida yüz bergan pichoqliq hujumning sababi va jarayonini axborot vositalaridan yoshirgan bo'lsa-mu, ammo uzun o'tmayla voqeaning tafsiloti oshkorlandi. Radiomuzning bu vaqtdagi aniqlashlari davomida pichoqliq hujumni Ömer Abdurahman, Mamtimin Abdurahman va Ahmad Ali qatorliq 3 kishi ilib borganligi. Hujumda Baji idorasining bir xodimi bilan Noillik intizom tekshirish komiteti sekretarining ayolini o'z ichiga olgan 6 Xitoyning o'ldirilganligi ma'lum bo'ldi. Gomidagi bir kompartiya a'zosining bildirishicha, voqeadan bir kun ilgari Abdurahman Rahmatulloh oilasi to'plashib namoz o'qiganligi uchun xizmat guruhi tarafidan so'roq tortilgan. Ular yana 14 fevral günü saqchixonaga chaqirtilganda mazkur voqeani paydo qilgan ekan. İgəlinişçə Qarqaş Noillik Partkom işxanasının muavin başlığı Eli G'ujabdulla, Yavayeza Jahanbağ kentinin partiya sekretari Mehmet Niyaz Yusuf, Cümə Bazar kentinin sekretari Abduməhəmməd Sadir qatarlıq 3 kişi yaqında rəsmi qo'lga ilingan. Xotan viloyatlik taftish mahkamasining bu 3 nafar Uyg'ur kadrga rəsmi delo turg'izganligi, ularni o'tgan yili 28 dekabrdagi Qarqash Noillik Partkomga avtomobillik hujum qilish voqeasida beparvolik qilgan deb ayblaganligi ma'lum. Qarqash Noillikdagi yerlik doiralar bu xabarning rostligini dalillagan bo'lsa-mu, ammo uning tafsiloti haqida uchur berishni rad qildi. Ötken hafta Bayınqulun Oblastlik Cemaat Xavfsizlik İdarəsi yük avtomobili və başqa barlıq çoğ tipliq motorlu qatnaşış vasıtalarına Beydo Sünni Həmrada orun belgiləş bexəterlik nazaret sistemisi orunlaşdırılğanlığını bildirgan. Xitay axborot vasitalarının qayd qilishicha, mazkur orun belgilash sistemasini o'rnatish ishi yaqin kelgusida Uyg'ur elining boshqa rayonlariga kengaytirildi ekan. Bayınqulun Oblastlik Cemaat Xavfsizlik İdarəsi Tarım qatnaş başqurish atritining kechilik bir növbətçi xodimi mazkur sistemaning 20 fevraldan boshlab avtomobillarga o'rinlashtirilishga boshlaganligini dalilladı. Çinçengo'nun qo'shmaq tuqqan siyosatini yo'lga qo'ygandan buyon Xitoy hukumat taratqullarining rayonda millatlar aro to'ylashishni kuchab tashviq qilishga boshlaganligi ma'lum. Yaqinda Uyg'ur elining janubidagi ma'lum bir joyda Aynurgul bilan Tian Changxing, ya'ni Qaysarjonning nikoh to'yiga muborak bo'lsin degan lozung esilgan bir to'y murosimi haqidagi suratli xabarlar ijtimoiy taratqularda ko'rilishga boshladi. Bu hodisa muajiratdagi Uyg'ur jamoatida kuchli inkas paydo qildi. Kanadada yaşayotgan Uyg'ur ziyolilardan Ruqiya Turdush xonim Maxtum Sila Siznada nomli ovozliq maqolasi orqali Xitoyning rayondagi eritib tugutish siyosatini tanqid qildi. Ma'lum bo'lishicha, 18 fevral kuni ochilgan Urumchi shaharlik xalq qurultayining birinchi yig'inida kelgusidagi 3 yil ichida Urumchi Koni shahar rayonini o'zgartirib qurish plani tasdiqlangan. 130 milliard so'm mablag' selinish mo'ljallangan bu planda Urumchi shahrining Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan Koni shahar rayoni cheqib tashlanib, qaytadan yasaldi ekan. Bu xabar muhojiratga Uyg'ur faoliyatchilar bilan mutaxassislarning andishisini qo'zg'adi. Amerikada turishli xalqaro iqtisod ilmiy mutaxassisi Doktor Farhod Belgin apandi bilan Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshad Hasan apandilar bu haqda inkas qaytardi. İstanbul'daki Uyghur Akademiyasi o'tgan yakshanba kuni Dunyo ona tili kuni munosabati bilan 7-chi navbatlik Uyghur ona tili muhokama yig'ini va Uyghur magistr doktor o'quvchilar ilmiy muhokama yig'inini o'tkazdi. Yig'inga Turkiyada yashayotgan Uyghur ziyolilari, studentlar va yosh o'smirlar bo'lib 150 dan ortiq kishi qatnashgan. Mazkur yig'inga Uyghur farzandlari ona tilda mo'l mazmunliq adabiyot san'at nomerlarini ko'rsatgan. Uyghur ziyolilaridan Abduali Ayub Uyghur oila ma'rifida ona tilining roli degan temada leksiya so'zlab, ona tilining sal qarashga bo'lmaydigan qimmatli boyliq ekanligini ta'kidlagan. Hörmətli televizor köygüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramısını gördüңlər. Kelar hafta görüşkiçə aman bo'lgaysizlar. Xeyr xoş. Xeyr xoş.